Beksiğimizi devamlaştırmaz, hürmetlik vatandaş. Endiki mavzumunda. Cungo hoşnularını bozak kılıbatıdı. Dep yoşurun tanqitligen muavin prezident Pence, tajavuz qilishga yo'l qo'yilmaydi deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar Olma gazetida e'lon qilindi. Muavin prezident Pence musha hafta Osiyoga ziyoratga chiqib, prezident Trumpga vakil bo'lib, Papao yangi Gvineyasida o'tkaziladigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga qatnashdi. Seferge çıkıştan buran Cuma günü yani 9. günü Washington Post'si gazetede makale e'lon qilib bunda ko'rsatdi. Jungoning ichki jihati bostirib, tashqi jihati egilik huquqli davlatlarga tajovuz qilayotganligi qattiq aybladi. Muavin prezident Mike Pence ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Amerika Osiyo Tinch okean rayonida hayvonlik huquq va tajovuzchilik harakatlarining o'ttiriga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Muavin prezident Mike Pence bunda ko'rsatdi. Amerika Osiyo Tinch okean rayonida davlatlar bilan hamkorlik izlanadi. Bu rayonda davlatlarning egilik huquqlarining hurmat qilinishini umid qiladi. Erkin savdoning iqimiga ta'sir ko'rsatmaslikni hamda har qaysi davlatlarning o'z taqdirini o'zlari belgilashini umid qiladi. Muavin prezident Mike Pence bunda ko'rsatdi. Ba'zi davlatlar jonjahli bilan endi Tinch okean rayoniga tava bo'lgan asoslarni ojizlashtirib, qo'shni davlatlarni bozak qilmoqchi bo'layotdi. Shunlashqa Amerika kasga harakat qo'llanib, Amerikaning manfaatini qo'g'daydi va Hind Tinch okean rayonida muvaffaqiyatlardan o'rtaq bahramlanishni ilgari surdi. Muavin prezident Mike Pence ta'kidlab bunda ko'rsatdi. Amerikaning Hind Tinch okean strategiyasining tevrigi gullanish, bexatarlik hamda qonun bilan davlat boshqarishdir. Amerika erkin, adil hamda o'zaro manfaat yetkazadigan qo'sh taraflik savdo kelishimi imzolashni o'ylashyapti. Shuning uchun 60 milliard dollar mablag' bilan ta'minlab, rayon doirasida davlatlarning dunyoviy dengiz porti, aeroplan stansiyasi, tosh yo'l, temir yo'l, nefit eqitish turabbilari va internet liniyalari qurilishiga ishlatmoqchi bo'lyapti. Bexatarlik kapolat qilish jihatda Amerika bu rayonda ittifoqlashtirish bilan hamkorlikni davomlashtirdi. Dengiz qatnash va erkin uchishni qo'g'daydi. Muavin prezident Pence texmi ilgirlab bunda ko'rsatdi. Prezident Trump hukumati diplomatik besim va iqtisodiy besim ishlatib, Pyongyangni shtal yeniga muvaffaqiyatli holda elib keldi. Taki Chavshan yarim orolini yadrosizlashtirg'icha. Muavin prezident Pence rayondagi davlatlarning qonun bilan davlat boshqarishni, kishilik huquqni va diniy e'tiqod erkinligini qo'g'dishini talab qildi. Bu albatta Jungo qartilgan fikr bu. Muavin prezident ba'zi davlatlarning, yani tirnoq ichida apti, Jungo davlat ichida xalqni bostirib, tashqariga qarta egilik huquqli davlatlarga tajovuz qilayotganligini tanqidlab, Amerika endi Tinch okean rayonida hayvonlik huquq va tajovuzchilik harakatlarining o'ttiriga chiqishiga yo'l qo'ymaydi deb ko'rsatdi. Rasmiy suhbat yoki suhbat bayon qilish, rasmiy nutq so'zlash oldimizda bir necha kun ichida Papao yangi Gvineyada oldimizga bir necha kun ichida o'ttiriga chiqdi. Bu qatam Muavin prezident Pence Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoni shu yig'inda qattiq tanqidlaydi degan gaplar torbatlarga chiqarildi.